Ramazonda ko'pchilik oldindan nimalar tayyorlashini reja qilib qo'yar ekan. Lekin menda nimagadir unaqa emas. 3:30 bo'lishi bilan oshxonaga kirganimda o'z-o'zidan uydagi bor masalliqlarga qarab narsalarni tayyorlashni boshlayveraman. Masalan, bugungi iftorlik uchun birinchisiga chechevitsali sho'rva tayyorladim. Buni to'liq retseptini yana opisiyanida yozib qoldiraman. Juda ham mazali, quyuqqina restoranlarnikidan umuman qolishmaydigan bo'lib chiqadi. Ikkinchisiga bo'lsa qora nondan buterbrodli tayyorladim. Qancha yesangiz ham sizni semirtirmaydi. Qora nonlarim ustidan yog'larni surib, duxovkada ozgina qotirib olamiz va ustidan pomidor, mayonez va mo'ymor brendini sifatli shprotlardan qo'yib, eng ustiga esa mayda terkadan chiqarilgan sirdan qo'yib olamiz. Ko'rinishi ham, mazasi ham juda ham zo'r chiqadi. Va albatta oldiga yengilgina salat tayyorladim. Buni nomini grechskiy salat deyolmayman, lekin uydagi bor narsalarga qarab tayyorlab tashladim. Bu arada chechevitsa sho'rvamiz ham tayyor bo'lib qaynab chiqdi. Uni blender qilib, oldiga suxari va limonlar bilan dasturxonga tortamiz. Endi esa o'zimni eng yaxshi ko'rgan jarayonim, stollarni bezatib, hammani iftorli stoliga taklif qilamiz. Siz ham mendagi kun bo'yi qanchalik charchamang, yozgan stolingiz ustida uydagilaringiz maza qilib iftor qilishganini ko'rib, siz ham hamma charchonlaringiz chiqib ketadimi?